Bugun şu tar kiyim kiyishning odam badaniga ziyonli ta'siri to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tay tuqqanlar. Bugun şu tar kiyim bugun şu tar kiyim kiyishninki badaniga ziyonli bo'lgan to'g'risida yozilgan bir ilmiy maqoladan birini o'qidim. Endi Newsweek deytmiz, ayollarni har xil şu badanni kichiklatadigan urug' ko'rsatgan har xil kiyim kechaklari bor emasmi? Endi buni doim kiygan chog'da badanni mahvol kelib chiqadi degan chog'da birinchidan o'g'illar, erlar bak ziyodan bak ta Newsweek'u ishtonlarni ko'p kiygan yoki kalt ishlarni ko'p kiygan mezgillarda shu dost boshqadagi bulapma erlarimizningki tosh bo'rak, ya'ni urug'donningki o'sib yetilishi deymiz, yoki bo'lmasa urug' ishlab chiqish iqtidori, yoki bo'lmasa urug' sufitini ziyodan bak to'llab ketishini keltirib chiqarib qo'ydi. Bu tar bunda kiyim kiyish keyincha nurg'ulg'an erlarninki ziyoda sizimchanligini oshirib o'tib, erlik jihatga nurg'ulg'an ziyoda sezgusharlik sababidan kelib chiqqan jinsiy ozg'ini keltirib chiqarib qo'ygan. Uningdan bilak bu ziyodan bak tar kiyim kiyish erlarninki tug'masligini keltirib qo'ydi, erlarning ismi ziyodan bak. Endi ayollarning tar kiyim kiyishi Endi erlarga qaragan chog'da qiz ayollarimizningki o'zining badan sifatini, figurasini texim bak chiroyli, texim bak jazbador ko'rish uchun o'zininki nomusidan bak kichik bo'lgan ziyodan bak odamninki badanini shu bir aram qatgan kiyimni majbur ketgan qiz ayollarimizni aytib bak ko'p. Buni qanday qatdi degan chog'da dal shunda bak ziyodan bak siqilgan shu qo'soq qismi das boshqining o'zi yangidan yetilayotgan shu balog'at yoshidagi qizlarimizningki normal bo'lgan yetilishi normal bo'lgan shu das boshqininki yetilishini zo'r darajada keyiniga chekindirib o'tib tug'mas paydo qilib qo'ydi yoki bo'lmasa ayollar kasalligi paydo qildi. Uningdan bo'lak bu qo'soq, ko'krak, hatto shu dos boshqa yo't qismini bevos siqitgan kiyimlarni kiyish yurak qon tomir kasalligiga giribdor bo'lish nisbatini ziyodan bak yo'qotadi. Hem bu shundoq ziyodan bak tar kiyim kiyish ayollamto ayollamto qon aylanish, qonninki a'zolarga ta'minlanishi bo'lapmi, erlarninki böğrek, ma'zi bezi, urug'dan xalsiriki, urug' bezi qatorliqlarga qonlarninki to'liq qabul qilinishi to'sab qo'ydi. Ayollarımızın olsa balyatqo, tuxumdan qatorliq mushu a'zolardagi dasboshqadagi ayollarga maxsus a'zolarninki yetilishi yoki bo'lmasa buningki qon bilan uzuq bilan ta'minlanishi zo'r darajada cheklamaga uchraydi. Yillarning o'tishiga ergashib, o'zingizda balkim kutibmi bakmagan, o'ylab bakmagan har xil ayollar kasalligi, erlarda bo'lsa har xil erlar kasalligi, tug'maslik deganga o'xshash kasalliklarni, hatto yurak ming xil qon tomir kasalligini keltirib chiqarib qo'yish iqtidori bak yo'qlar. Endi o'shanda doim ta siqib tutgan shunday kiyimlarni kiyish bularmi ayollarga nisbatan aytgan chog'da ziyonli ishi nihoyatda bak ko'p. Shunga shu qiz ayollarimiz shu kiyimlarni kiygan chog'larda o'zlarininki ehtiyojidan bak eshib ketgan ziyodan bak ta kiyimlarni kiymasliklarni umid qilamiz. Ba'zan zo'pillarni ko'rib qolamizda kiyimini patquzamay majbur siqib turib kiydi. Bunda ahvol nihoyat osonlam, yurak qon tomir kasalligi, ayollardagi har xil kasalliklar, keyincha tuyuqsiz oqshimiga saq yetib asatdigan palaji bo'lib qolgan, put-qo'l ishlamayotgan har xil ayollar kasallik bo'lamdi, yurak kasalliklarini keltirib chiqarib qo'yishi mumkin. Shunga er bo'lsin, ayol bo'lsin, hammanglarninki shu shan bunda erkin, istirohat, ozodi kiyimlarni kiyishinglarni, ziyodan bak qistaydigan, ziyodan bak tar kiyimlarni, ish kiyim bo'lamdi yoki tosh kiyimimiz bo'lamdi, kiymasliklarni. Ham bilan o'zimizning sog'lomligiga ko'ngil bilib, uzun umr ko'rishimizni umid qilaman.